Qavat tarixlarini planni chizishda davom ettiramiz. Endi funksional bloklar haqida gaplashamiz. Funksional bloklarni biz ishlab chiqish uchun, demak, mana bu rasmda biz asosiy devor chegarasini o'z chiziqlarini belgilab oldik. Endi bizga kerak bo'ladi mana bu razmer. Ya'ni eskiz qolgan joyimizga qaytish uchun to'rtburchak chizib olamiz bunda. Buni olamiz, move qilib mana bu olamiz. Buni ham ushlab turib kopiya mashga olib keldik. Buni scale bosib ozgina kattaroq qilib olamiz. Buni ushlab erkinroq chizish uchun hozir AutoCADda aniq chizishni davom ettirishdan oldin bitta eskizni yana ko'rib, eslab tahrirlab olamiz. Ya'ni mana bu eskizda bizda. Bu yerda funksional hududlar buni orqasiga joylab qo'ysak ham bo'ladi, xira qilib. Bunda kichkina qilib qo'ysak ham bo'ladi, mana bu esimizdan chiqmasligiga. Yo'lga olib kirganda. Bu yerda nima bor edi bizda? Bu yerda kirish, zina, bu yerda sanuzel qilamiz, bu yerda laboratoriya qismi qilamiz, bu yerda rengen qismi. Bitta screenshot qilib olamiz shuni. Mashq qismi. Iloji boricha shu qora chiziqqa yaqin qilsak. Yaxshiroq bo'ladi. Hop, rабочий stolga tashlaymiz. Platformamizga qaytib oldik. Endi bunda biz nimada joylashimiz haqida gaplashamiz. Bu yerdan faylni tanlashni bosib, rабочий stoldagi chizmamizni ko'rsatamiz. Buni bizda bu yoqqa olib kirib oldik. Endi eskizni davom ettirsak bo'ladi. Buni o'zimizga mosroq ko'k rang qilsak, bitta yaxshi ko'rinishi mumkin. Ko'k rangni tanladik. Тонкие линии, plastik. Endi detalga nisbatan kirsak ham bo'ladi. Bu yerda mana bu zina bloki. Bu yerdan qanaqa qilamiz? Bu yerdan kirgandan keyin bundoq chiqib ketish bo'ladi. Yaxshisi mana bu tarafdan chiqish qilsak, bundoq chiqib tepaga chiqib ketadi. Shunda mana bu zinaning tegi bo'sh holatda qoladi. Hop. Yana detalga o'tamiz. Bu yerda rengen xonasini alohida blok qilib, mana bu yerdan ajratamiz. Bu yerdan eshik ochsak, mana bu yerda boshqaruv xonasi bo'ladi rengenni. Bu yerda asosiy rengen xonasi, bu yerda kutish xonasi, kutish hududi qilamiz. Mana buni kutish hududi qilib olsak bo'ladi. Buni eshigini hop alohida asosan rengen xonalariga kirganda bitta eshikdan kirib, boshqaruv pulti o'zini ichkarisidan eshik qilinadi. Shunaqa eshik ochishimiz kerak. Keyin bu yerda laboratoriya qilamiz degandik. Bunda nimalarni amalga oshiramiz endi laboratoriyada. Bu yerda asosiy kirish uchun mana bitta pandus zinalarni mana bu yerdan chiqargandik. Bu yerda mana bu sanuzel qilmoqchi edik. Masalan, erkak ayollarnikini ikkiga bo'lib alohida eshik ochib bersak, bu yer tarafda balki xodimlar uchun sanuzel qilib yuboramiz. Keyin bu yerda o'rtada yana kirish hududi qoldirishimiz kerak. Mana bu yerda kirish eshigini ochsak, bu yerda keyin bu yerda laboratoriya blokini mana bu o'zga qarab ajratsa ancha yaxshi bo'ladi. Regil o'tgan joydan. Bu yerni masalan laboratoriya blok qilsak, o'lchamiga qarab bo'ladi. Bu tarafdan demak laboratoriyani mana bu yerga joylasak, kirganda to'g'rida bu o'z qaraymiz, oynalarni joylashuviga qarab uni markazdan qilamiz balki. Kirgar o'tgan bu yerda laboratoriya qilamiz. Hop, endi yana detallashtirsak, mana bu yerda bo'lim, mana bu yerda uziga eshik ochsa, bu yerda kirganda kolonnani расчетini olamiz. Mana bu yerda 90 li va 1 metrli eshik ochamiz. Bu yerda birinchi qavatda
o'sha koyaklarni, muolaja xonalarini qilsa bo'ladi. Tak. Keyin bu yoqda nimalar bor edi bizada? Eslaymiz. Tak. Travmatologga joylaymiz birinchi qavatga degandik. Buni ham xonasini mana shu yerda bo'lamiz. Hozir mana bu 4.8 o'simiz. Shu 4.8 bo'lsa 5-6 metrlik ergonomikasidan kelib chiqib joylaymiz. Avtoklav qilishimiz kerak, dezinfeksiya qilish uchun degandik. Mana shuni yoniga joylasak bo'ladi. Bu yoqda rentgen xonasi bo'ldi, bloki. Bu funksional blok bo'ldi. Biz lift qilmoqchimiz. Bu yoqda lift qilamiz degandik mana bitta. Burchakda. Tak, buni mana bitta shu ikkitali shu passajirni anaqani kolyaskada insonlar chiqish uchun alohida lift qilsak bo'ladi. Endi bu yoqda mana bitta xonalarni qilamiz. Eshiklarni ochib, birinchi kirganda registratura mana bitta registratura qilsak, shu insonlar mana bundan ro'yxatdan o'tib, keyin bu yoqda shifokorlar qabuliga o'taveradi. Umumiy shifokorlarni xonasini qilamiz mana bitta shu 12 metr kvadrat, 16 metr kvadrat berilgan shu xonalar ro'yxatiga qarab chizib ketaveramiz. Asosiy funksional sxema, demak, detallashtirganimizda shunaqa jarayondan o'tadi. Endi AutoCADga o'tib, buni sekin davom ettiramiz. Buni sketchat qilib olamiz. Ketdi. Endi AutoCADda davom etamiz. Insertga kirdik, attachga kirdik. Desktop, безименный, okey. Buni belgiladik. Home'ga kirdik. Devor blokidan buni chiqarib qo'ysak ham bo'ladi. By layer turibdi, nol qilib qo'yaylik. Tak. Endi bizga rasm holati tushdi. Baribir mana bu qora liniyasi o'zini screenshotdagi qolgani. Endi buni chizishni boshlaymiz. Mana bu rasm uncha kerak emas. Endi mana buni yoniga qo'yib olsak ham bo'ladi. Voyaga ham o'chib ketib qoldi. Buni endi ozgina detallashgan varianti. Bu yoqdan kirish, bu yoqda sanuzel qilgandik. Bo'ldi. Endi asosiy devorlarni chiqarib, funksional hududlarni, ya'ni mana bitta yo'laklar qilishni reja qilgandik. O'shalarni boshlaymiz. Yana bitta narsa, muhandislik tarmoqlari degan narsa bor. Bu nima? Ya'ni injenerning kommunikatsiya. Suv, boshqa narsalar chiqishi uchun shaxtani ham o'ylash kerak. Hozir bizning hududda bitta mana bu hududdan shaxta chiqarib yuborish mumkin. Qaysidir hududdan mana bitta masalan shaxta chiqarmoqchi bo'lsak, bitta sanuzel oldidan. Bu ham variant, lekin har bitta xonada bilamizki, shifokorlarni qo'lni yuvish uchun gigiyenadan kelib chiqib alohida univalik joylansa qo'l yuvish uchun, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun shifoxonalarda shaxtani mana shu qismga xonalarga kirganda o'zi alohida mana bu o'slar bilan birga shaxta chiqarilsa, u juda ham yaxshi bo'ladi. Shu narsani hozir bu lavhada foydalansak bo'ladi. Demak, buni mana bu kolonnalar borligini bilamiz. Mana shu o'slar kesishgan joyda kolonnalar bilan keyin to'xtalamiz. Hozircha buni devor layeri, by layer ketdi. Buni masalan tashqi devorlar tashqaridan issiq suv kirmasligi uchun qalinroq bo'ladi. Shuning uchun buni o'rtacha hozir 400 berib turamiz, ya'ni 1,5 g'ish. Buni 2 tashqariga, 2 ichkariga. Keyin yana buni to'g'rilashimiz mumkin. Ya'ni qo'shimcha qatlamlarning hisobiga. Talablardan kelib chiqib. 500 qilsak ham bo'lar ekan o'zi buni bunaqasini. Mayli, hozircha 400 ko'pchiligiga boshqa proyektlarda ham ishlaganda standart bo'lganiga shu 400 qilsak, o'rtacha normal holat hozircha. 400 qildik, mana asosiy devori chiqdi. Endi koridor qismini chiqarishimiz mumkin. Endi mana bitta zinadan boshlaylik, ya'ni qavatlararo bog'lash uchun mana bu tarafda kirish, bu yoqda zina. Kirish joylarini keyin ochamiz. Mana shu o'z chizig'idan boshlab mana bungacha chizamiz, E gacha.
i o probel bu yoqqa 200 tayanch bo'lgani uchun buni 400 qilamiz. Tayanch naqasi bo'lganligi uchun, yuk ko'taruvchi bo'lganligi uchun. Buni hozir mana bu baylerga o'zgartiramiz. Mana baylerga o'zgartiramiz. Bayler holatida tizamiz. Buni yopib qo'ysak bo'ladi. Mana shu yerda kolonna bo'ladi, lekin esimizda turishi kerak. Bu ozgina chiqadi bu yoqqa. Kolonna. Kolonnalarni mana shu o'sda borligini inobatga olib ketamiz. Xo'p, endi bizda nechta zina bo'ladi? Xo'p, bu yoqda birinchi yuqoridan mana bitta o'tish nuqtasi qilish reja qildik. Ya'ni tepaga chiqish uchun o'rtada marsh bo'ladi bitta. Bunda zinalarni hayotda ko'rgan bo'lsak, qanaqa bo'ladi? Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni chiqadi, o'rtada shu yosh kattalar, oddiy insonlar ham charchaganda mana bitta ozgina dam olib, tepaga yana davom etadi. Mana shu joyini razmerini hozir chizamiz. O'rtacha buni 1200 dan 1400 gacha qilsa normal hisoblanadi. Ya'ni ikkita odamning yelkasi 80 sm dan bo'lsa, ikkita odam o'tganda 1600 bo'lsa, endi o'rtacha 700 dan hisoblasak 1400 bo'lsa, mana shu ergonomik jihatdan inson ikkita odam o'tib ketganda o'rtacha hisob-kitobga to'g'ri keladi. Shuning uchun mana bu tarafdan biz endi asosiy devor bo'lsa, zina deb bitta layer ochishimiz mumkin. Zina. Buni mayli ko'k rang qilib qo'yaylik. Ajratish uchun o'z grafikaga alohida to'xtalamiz. Ko'k rang. Buni bu yoqqa chizdik. O probel bu yoqqa 1400. Buni devor layer emas, aynan zina layeriga o'zgartiramiz. Biza masalan planni, masalan kimdir shu boshlang'ich etapda bo'lsa, farqini tushunish kerak. Ya'ni plan o'zi nima chizyapmiz, aslida qayerdan kesilyapti bu degan tushuncha kerak bo'ladi. Buning uchun bizda mana rasm bor. Ya'ni bitta bino deb tasavvur qilsak, buni mana bunaqa yashilda ko'rsatilgan. 1-1,5 metr sathidan birinchi qavat bo'lsa, shu mana bu sathidan 1,5 metr ko'tarilsa, oynalar kesilgan joy ko'rinadi, eshiklar kesilgan joy ko'rinadi. Ya'ni yuqoridan qarab binoni pastga ko'rinishi. Tepadan qaraganimizda xonamizga, masalan, xonalar, qanaqadir bo'linmalar bo'lsa, bizning poliklinika tushilib ko'rinadi. Endi qirqim degan tema bor. Uni shu mavzuda ko'rsak bo'ladi, lekin qirqim vertikal bo'ladi. Unda gorizontal mantiga biz planda bilamiz. Mana bunaqa gorizontal o'lchami oynani nechi bo'ladi, lekin vertikal o'lchamini bilmaymiz. Asosiy konstruksiyalarni fasaddan ham chiqarish mumkin, lekin ichkaridagi qavatlar balandligi masalan ko'rinmaydi. Boshqalar ko'rinmaydi. O'shanda bizga qirqim yordam beradi. Ichki strukturasini, balandliklarini aniq ko'rish uchun. Hozir biz plan ko'rinishini chizyapmiz, ya'ni yuqoridan kesgandek ko'rinishini chizyapmiz. Endi buni biz sanaymiz mana. Zina chizish o'zi alohida mavzu, lekin funksional bloklar bo'lganligi uchun hozirgi mavzuyimiz mana bitta o'rtasidan chiziqni topmayapti. Men o'rtasidan magnitni ushlamoqchiman. Buni o'lchab, masalan, buni mana bitgacha necha ekan deb men buni o'lchab, keyin o'rtasidan chizishim mumkin. 2600 bo'lsa 1300 ga men bittan liniya olib, men bittan 1300 bu yoqqa kelgin deb bunda chizishim mumkin, lekin men boshqa variantini o'rgataman. Ya'ni magnitni yoqish kerak. Mana men bittan sinab bo'limidan midpointni bitta yoqsak, bu o'sha magnitni yoqadi va markazdan bu yoqqacha chizsa bo'ladi. O'rtacha bizda nechta bo'ladi? Hech sanab ko'rganmisizlar? Shuni eslanglar. Ya'ni zina yuqoriga qarab nechta bo'ladi odatda? Matchprop olib bu yoqqa. O'rtada masalan ochuv joyi bo'lishi mumkin. Mayli, hozir unga chuqurlashmaymiz. O'rtadan ochuv joy tashlash keyin ham qo'ysak bo'ladi. O probel masalan mana buni. Zinani kengligi standart bo'yicha 300 bo'ladi. Ya'ni 30 sm oyoq qo'yganda 3000 bo'lib ketdi. O probel T probel 300. Yaxshi, shu ishlamagan paytda buni kopiya qilamiz. Mana bundan pastga 300. 30 sm dan bilan taxminan 10 ta bo'lsa, mana 10-chisi o'rtadagi perexod desak, o'tish nuqtasi 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qilsak mana bu yerga chiqyapti. 12 qilsak biz qavat balandligini 150 dan ko'paytirishimiz kerak. Buni sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ta chiqdi. Endi mana bu yoqda yana 12 ta bor. To'g'rimi? 13 ta chiqdi, 25 ta bo'lyapti. Shunda boyagi rasmda ko'rganimizdek, mana balandligi bundoq 25 ta desak, biz azman bunaqasiga hozir 30 sm berdik. Endi bu tepaga qaragan ko'rinishiga bo'lsa 15 sm dan hisoblasak, 15 ko'paytiruv 25 qilamiz. Ya'ni 150 mm da hisoblasak, 150 ko'paytiruv 25. 3750 chiqyapti. Agar biz buni qavat balandligini 3750 olsak yoki butunlab 3900 ventilyatsiya bo'ladi poliklinikada. O'sha hisobini ham olib ketish kerak. Ya'ni necha qilishi. Hozircha shuni qoldiramiz. Keyinchalik yana to'g'rilasak bo'ladi. 3750 hozircha qoldi balandlik. Endi o'rtadagi tepadagi shu 50 sm boshqa narsalar qo'yilishi mumkin. Kafellar 50 sm emas, 8 sm. Ular o'zgaradi. Umumiy plitani hajmiga qarab uni oxirgi rashodda chiqarish mumkin. Lekin hozir eskiz bosqichida chuqurlashmasdan mana shu zinani berdik. Endi nimani joylaymiz? Bu yerda kirish nuqtasi, ya'ni odamlar ko'p mana bu yerda registratura qilsa, to'planib bu yoqda kutib turishi mumkin. Vaziyatga qarab, shuning uchun mana bu yerda kengroq kirish qilsak ham bo'ladi. Ya'ni 4 metr 8 edi bu. 4.8 qilgandik. Ketdi, bu yoqda ham chizamiz. Mana bu yerdan bo'lamiz. Endi bu yoqda nima qilsak bo'ladi? Bu endi yuk ko'taruvchi devor emas, shunchaki перегородка. Buni shishali, oynali joy bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun buni 150 bersak bo'ladi. Masalan, 75 bu yoqqa 75 bu yoqqa 75 bu yoqqa. Registraturani mana shu yerda qildik mana. Endi registraturaning razmeri necha bo'lishi mumkin? Arxiv bo'ladi, mana bu yerda xonasi bo'ladi. Kattaroq agar arxiv bo'lsa, buni 3.6 olsak bo'ladi hozircha. 3600. Buni ham bu yoq tarafga 150. Mana bizda o'sha registratura xonasining funksional hududi kelib chiqdi. Ya'ni nimadan kelib chiqyapti? Bu ergonomikadan. Mana bu yerda o'tirgan joy bu yoqda maxfiy arxiv bo'lishi mumkin. Qo'riqlash xonasi sifatida ham kechki payt foydalanish mumkin. Bu yoqda chunki fasad bu yoqda-ku. Keyin ketdi bizda o'ng tarafga ketyapmiz. Mana bu yerda o'rtadan boya funksional blok ajratamiz degandik. Qaysi o'sdan ajratmoqchi edik? 6-o'sdan agar ajratadigan bo'lsak, laboratoriya blokini ajratib olamiz hozir. Ya'ni chalkashib ketmaslik uchun mana bu 6-o'sdan laboratoriya blokini ajratmoqchi edik. Mana bu yerda. Buni ham hozircha 150 berib tursa, перегородка eshik o'rnatganda shu yarim g'ish bo'lsa, hop. Bu yoqqa 150 beraylik. 15 bo'lib ketdi. 150. Kopiya qilamiz agar mana shunaqa откazlar qilib qolsa. Hozir Mishkaga ham qaraydi. Mishkadan ham откaz bo'layotgan bo'lishi mumkin. Uzoq yaqinligiga ham qaraydi. Mana DPI Mishkan ishlashiga qaraydi. Shunaqa paytda Mishkan mana ichidagi maqasini to'g'rilab olish kerak bo'ladi. Mana gizmosini. Internetda videolar bor bo'yicha. Tak. Bu yoqdan bo'ldik. Endi mana bu yerdan ham kirish qildik. Mana bu yerdan kirish bor. Mana bu yerda registratura bor. Endi bu yoqdan kirish. Tak, mana bu yerda sanuzel qilmoqchi edik. Sanuzeldan bo'lib boramiz. Probel bu yoqqa 150.
Tak. Kopiya. Bu yoqqa 150. Mana bitta sanuzel. Buni 2 ga bo'lmoqchi edik. Buni 2 ga bo'lish uchun bitta chiziq, markazdan bitta chiziq, xdan qilib pastga, o'rtada 75, copy 75, copy 75. Mana bitta sanuzel bloki chiqdi. Endi bu yoqdan kirishni odatda bu yoq tarafda faqatgina registratura qilmasak ham uziga odatda shifokorlar yozib beradi. Bu yoqda registraturadan o'tib, shifokorlar bo'limidan o'tib, bu yoqdan eshikdan o'tishi mumkin yoki tashqaridan chiqib bu yoqdan kirishi mumkin. Shuning uchun buni kichkinaroq joy qoldirsak bo'ladi. Ya'ni tak chizuv tashlaymiz. Mana buni devor chizig'idan и kopiya qilamiz. Bu yoqqa 400 tashlaylik. И bu ham bitta katta bitta ikkita tabaqali eshik qilsak 1600. Kopiya mana shu yerdan 1600. И yana 400 tashlaymiz. Kopiya mishkan tarafini bitta bossak 400. Tak, buni extend qilib mana bu yerga yetkazib qo'ydik. Hop probel bu yoqqa 150. Avtokatta yangi versiyasiga o'tamizmi deyman hozir. Bu agar yana отказ qilaversa, shu yangi versiyaga o'tamiz. Bunda qanaqa bo'ladi? Shunaqa gluklar chiqib qolsa, bir xil versiyalarda endi o'tishga majbur bo'lamiz, lekin stabil versiya hozircha shu hisoblanadi. 2021. Tak. Bu yoqdan endi oynalarning hisobini olib ketsak ham bo'ladi. Hozir biz funksional hududni belgilash asosida xona o'lchamlariga qarab ketyapmiz, lekin birinchi oynalarni joylab, keyin u asosida ham ishlab ketsa bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Buni keyin ko'rib chiqsak bo'ladi. Hozircha mana shu strukturada ketaveramiz. Endi kirish hududi bo'ldi. Mana bitta koridor. Mana bu polniy koridor qilamiz. Mana bitta kirish bo'ldi, koridor. Endi bu tarafdan kirish koridor. Mana 1600 berganimizda o'xshab turib, kopiyani bosib, mana bu yerdan 400 tashlaganmiz. Mana bu tarafga ham olib kelib qo'ydik. Eshik joylarini kesib olsak bo'ladi. Boya ko'rdik-ku, planda kesilgan. Shunaqa. Bu yog'ini kesdik. Endi yonida bu joy qolyapti. Akfa qilsak yoki oyna qo'ysak ham bo'ladi. Uni kopiya qilib bu yoqdan 400. Endi yana kopiya bundan bu yoqqacha mana bu yerdan 400 bo'lsa 1200. Trimni bosib mana bu yerda o'chirib turamiz, bu yerda oyna qo'yamiz. Tak, endi bu asosiy struktura kelib chiqdi. Endi bu yoqda xonani bo'layotgandik. Uziy xonasi. Uziy xonasini biz olishimiz mumkin. Buni ham normativlari bor. Ergonomikasidan kelib chiqib hozir 12 metr kvadratdan deyilayotgan bo'lsa, hozir metr kvadrat tekshirishni ham o'rgataman. Bu yoqqa kopiya qilamiz. 4500. Ctrl Z. Stabil versiya 2007 saqlanib qilganimizga bo'lgan bo'lishi ham mumkin bu. Tak. 4500. Bu yoqdan probel, bu yoqqa 150. И endi mana
uch devorni qilamiz. Bu yoqda devor bo'lsa bilinmaydi. Bu yoqdan endi koyiklarni qo'yamiz yangiga. Mana bu yerda muolajaxonasi, ya'ni kabinetda boshqa narsalar olish uchun kattaroq xona beramiz. Bu yoqda necha metr bo'lishi mumkin? Yani 4500 berdi, buni ham 4500 bersak bo'ladi. O'shanda bunaqasiga koyiklar joylashtirilsa 150. Yanda bunga eshiklar bu yoqdan bo'ladi. Mana bu yerda razmer nisbati noto'g'riroq ko'rinayotganga o'xshaydi. 3900 chiqib qoldi. Yo 4500. Buni S probel. Mana bu yerda bundoq belgilaymiz. $600 bu yoqqa tortamiz, shunda 4500 bo'ladi. O'rtada necha metr kvadrat qolyapti? Metr kvadratni tekshirish uchun biz nima qilardik? Ko'paytiramiz oddiy usul. Agar 4 burchimiz 4500 ga, hozir bunaqasi xonani o'lchami kiritmadik. 4.6. Faqat mana bu yerdan birinchi kiritib olishimiz kerak. A probel va 7 shaxta qilamiz dedik. Ya'ni 150. Buni ishimiz. Tak. Kopya 150 bu yoqqa kirdik и o'rtada mana buni 550 shaxtaga joylashtirsak bo'ladi. 550 shaxta и yana bundan tashlaymiz 150. Mana bu yerda o'rtada hamma kommunikatsiyalar chiqadi. Imamdan bo'ldik и bu tarafga ham ko'pga qo'ysak bo'ladi. Endi mana bu xonani o'lchamini chiqarsak bo'ladi. 3750 ga 4500. 3750 ko'paytiruv 4500. 16.9 deb pasti. Normativ bo'yicha mana shu to'g'ri kelyapti. Endi bu yerda qanaqa xona qoldi? Nechiga nechi? Buni 2 bo'lib olsak qanaqa o'lchamda xona qoladi? Buni tekshirish uchun markazdan bitta chiziq tortamiz. Extrude, extend. Darsdan keyin narigi avtokadga o'tamiz yaxshi. Keyingi versiyaga qanaqa o'tishim tushuntiraman. Balki 25 uстановka qilarmiz. 150 emas, shuni 75 dan qilmoqchiyim. Fikr chalg'idi. 75. Buni ushlab turib, bu yoqqa 75 tashlaymiz. Tak, shunda o'rtada parda devorli bo'lyapti. Bu necha metr kvadrat chiqyapti? O'lchab olamiz. Buni betdan betgacha 375. 12 dan 16 gacha ham shunaqa edi. Bu aniq chiqmadi, yaqinroqdan o'lchash kerak, ya'ni. Mana bu yerdan nimaga bu noto'g'ri son chiqyapti? Qayerda xato ketganini tekshirishimiz kerak mana shunaqa vaziyatda. 4500 toza turibdi. Mana bu 150 emas ekan demak. 150 kopya 150. Buni o'lchab ko'ramiz. Tak, buni o'lchaylik, o'z xona nechiga. Tak. Mana bundan o'lchaymiz yaxshi. Mana bu 150 mi yo 168? Mana shu narsa ошибка beryapti. Bundoq qilamiz. Rek probel 150 tab 150.
shunaqa tab ishlamasa vergul 150 qilamiz. Rectangle oldik. Bitta chizdik. 150 tab ishlamasa vergul 150. Bu ham ishlamadi. Shunaqa paytda poliniyani olamiz. Отказ berganda 150 mamtga olib kelamiz. 150. Buni rangini o'zgartirib qo'yadi adashmaslik uchun. Qizil. Move olib centeridan mamtga olib keling. Mana shu qizilni bundoq pastga tortib qo'ying. Buni filletda ulab olamiz. Bir-biriga svarka bo'lishi uchun. Fillet. Kopiyani olib, mana bu nuqtadan buni senteri mana noto'g'ri ko'rsatyapti. Shunaqa paytda o'zini kopiya olib kelamiz yaxshi. Buni ishimiz kopiya center bo'yicha bu yoqqa 3700 3600 qilaylik mana. 3600 arxiv bilan bitta bu yoqda bitta xona bor. Yana buni kopiya qilib ketsak bo'ladi mana mashina ushlab turib. Bu yoqga 6000 qilaylik. Buni ham kopiya qilib 4500. Kopiya. Mamtga olib kelamiz. Mana buni o'chirib yuboramiz. Buni ushlab turib, move bosib, mamtga olib keldik. Buni kopiya qilamiz 400 ga. Buni o'chirib yuboramiz. Shunda razmerlar butunlashdimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz yana xatoda yo'qmi. Katta xato ketyapti. Bularda-chi. Bularda ham xato ketyapti. Chunki mana bu qoralarni o'chirmadik. Mana endi butun son chiqyapti. Endi deconi bossak, dim continue 150 5850. Tak, mana nima shu xato ketdi. Mana 150 to'g'ri turibdi. 4950 berishimiz kerak. Mana buni o'chirib yuboramiz. Mana shu yerdan ushlab turib 4950. Mana. Shunda tekis son chiqishi kerak. Qancha qavat deyman bitta. 567. Demak, mana ham boy kopiya qilganimiz to'g'ri chiqdimi yo'q? 400. Mana yo'q. Mana bu noto'g'riga o'xshayapti. Boy o'lchaganda mana. Mana bitta o'sha raznica qilyapti. 9 mm. Shunaqa paytda buni move qilamiz. 9. Mana buni 18 move qilamiz bu yoqqa. Tak, endi o'lchaymiz. 2 metr 150 2 metr 150 18. Mana buni stretch olamiz.
S probel mana bu stretch. Mana bu komanda. Bitta belgilaymiz. Bunda mana bu qirralari ichiga kirishi kerak. Mana bu qirralar. Chapdan o'ngga bunda ko'k bilan belgilaymiz. Mishkani o'ng tarafini bir marta bosamiz. Mana bu qirra burchini ko'rsatamiz. Bu yoqqa 18. Enter. Shunda bu yoqqa tortdi 18. 400 1600 585 yani chiydi 4800 150 585 hozir tushmayapti. Mana buni o'lchaylikchi. DKO buni davom ettiramiz deymiz. 150 2 metr 400 85 mana bunga qirg'az olsak, o'rtasidan shu kesakisini razmeriga bo'ladi. Unda 85 bu yoqqa tortamiz. Shunda butun son keltirgan bo'lishimiz mumkin. Yana bu yoqda xato ketdim. O'lchab ko'rish kerak. Mana bu tarafdan xato bergan bo'lishimiz ham mumkin. Mana 405 mana shundan xato ketyapti. Mana bu. Shuni 5 tortdik. Filletni oldik. Svarkani bosdik. Shunaqa shipkalar ham kelib chiqadi demak loyihada. Hozir endi buni saqlanib qilib, yangi avtokadni ko'rib chiqamiz o'rnatishni. O'shanda ishni davom ettiramiz nastroyka qilib. Men asosiy bizda g'oyani chiqarib oldik. Ya'ni qanaqa ishlayapmiz, nimalar xonalar funksional bloklar bo'lyapti, nima asosida xona bo'lyapmiz.